Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Bele Sharq bozorining yonida joylashgan 2 etajli domimizning 2 etajında 2 xonali kvartirani sotuvga chiqdi. Yo'lning ustida joylashgan. Mestasini umuman gap yo'q. Marshrutdan umuman problemasi yo'q. Maktab, bog'cha, hamma narsa uslubayasi bor. Qancha ichkari qismi bilan görüşüp, tanışıp chiqsak. 2 etajimizga ham yetib keldik. Bismillahirrahmanirrahim. Birganimizda bu taraf zal bo'ladi. Bu taraf spalni, kuxni, sanuzel joylashgan. Ishlari o'zimizning Xiva taxta eshikdan joylashgan. Bu taraf zaldan boshlaydigan olsak, zalimiz shuningdek ulu tushgan, yo'lning ustida joylashgan joyimiz. Shunning peshlardan iborat ekan. Shu qizdirib berar ekandan beri. Gaz, suv, svetdan umuman problemasi yo'q. Devorlari jitkaboy, kraska zarlari saqlab turibdi. Xonasi ulu tushgan. Joyimizning balandligi ham 4 metr. Baland 2 etajli domning 2 etajında joylashgan bu joyimiz. Yo'lning ustida Sharq bozorining yonida joylashgan. Bu taraf spannisi, spannidan meni pechni shunga qizdiradi ekanlar buni. Issiqni aytadi deydi. Yo'lning ustida joylashgan joyimiz. Joyimizning balandliklari ham baland. Silikat karishdan solingan domimiz. Bu taraf sanuzel, bu taraf kuxni. Kuxnimiz ham keng tushgan. Bahosi ham arzon 270 million so'm deb turibdilar. Buning baho yo'q hozir. Üstüne yiyende geliştirip verirler kulak alasa. Ben kuxni. Ben sanuzel. Sanuzelimize minin avgoları. Acayip bol. Yaşağı hazır. İcerede adam tuttu biri. Bir de Ariston'u boyunay. Ariston'u oldu. Ariston kuyulgan eken. Joyimizning bahosini 270 million so'm dedik. Üstüne yiyende xudo xolasa tushirib qaytarib olib beramiz. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Sog' olun, salomat bo'lin.